Ko'pchilik betonni oddiy qo'rishma deb o'ylaydi. Aslida bu haqiqiy muhandislik kompozitsion material. Beton 4 ta narsadan iborat. Bu sement, qum, shag'al va suv. Sement bu bog'lovchi material. Qum bilan shag'al to'ldiruvchi. Gidratatsiya jarayonida sement ichidagi minerallar suv bilan reaksiyaga kirib, issiqlikni chiqaradi va beton qotishni boshlaydi. Bu bir necha soatlik emas, kunlar, hatto oylar davom etadigan jarayon. 28 kundan keyin beton o'z mustahkamligini oladi. M200, M400, M600 bu oddiy raqamlar emas. Bu haqiqiy yuklama nagruzka chegaralari. Demak, har 1 kvadrat santimetr betonni 200 dan 600 kilogramgacha bosimga bardosh beradi. Sement qanchalik sifatli bo'lsa, bino ham shunchalik uzoq muddat xizmat qiladi. Betonni akirmat sement bilan o'rganing.